أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 55. Sura Rahman Madinada nazil bo'lgan 78 oyat. Nahayat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi, uni hifz qilishni va tushunishni osonlashtirib berdi. İnsonni yaratdi. Onunğa maqsadini uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Kun bilan oy o'z burishlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. O't cho'plar, dal daraxtlar sajda qiladi, ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. Alloh osmonni egiz yaratdi, o'lchamda zulm qilmasliginglar uchun Alloh tarozini bekitdi. O'lchamda odil bo'linglar, tarozida kam bermanglar. Zaminni kishilarning foydalanishi uchun yaypon qildi. Zaminda meyveler, boğulluk xormalar bor. Samini bor dalliq ziroatlar, xushbo'y o'simliklar bor. Ey insonlar jillar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Alloh insonni, ya'ni otanglar odamni cheksiz jaranglaydigan sapaldek quruqlaydan yaratdi. Jinlarni o'tning yalqonidan yaratdi. Ey insonlar jillar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Allah qishda va yozda kun chiqadigan ikki kun chiqishning va shu ikki faslda kun patadigan ikki kun petishning Rabbidir. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki dengizni, biri tatliq, biri ochiq oqqizdi, ular uchrashadi. Ularning orasida to'sma bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ulardan marvoyit bilan marjon chiqadi. Ey insonlar jillar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Dengizlarda qatnayotgan tog'dek kemalar Allohning ilkididir. Ey insonlar jillar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Azimatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi. Ey insonlar jillar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Alloh har kuni bir holatdadir, ya'ni Alloh har vaqt vujudga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turadi. Ahvollarni yengilab turadi, maxluqotlarni paydo qilib turadi. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan hisob olishga yuzlanamiz. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar osmonlarning va zaminning chegiralaridan o'tib keta olasanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olasizlar. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Qiyomat kuni sizlarga qiziq o'tning yalqoni va tutuni avatiladi. Sizlar o'zinglarni qo'g'diyolmaysizlar. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yerilgan chaqda, osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdak bo'lib qoladi. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Bu kunda hech bir inson va jin o'zining gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohlarining alohida alomati bo'lganlikdan mundaq so'rashga hojat bo'lmaydi. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Farishtalar gunohkorlarni alomatlaridan tonib oladi. Ularni ko'kolisidan va putlardan tutib jahannamga tashlaydi. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. Ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turadi. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Parvardigoringning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga ikki jannat bor. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannatda turli mevalik daraxtlar bor. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannatda eqib turadigan ikki buloq bor. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannatda har mevadan ikki xildan bor. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ular astarlar qilin tovardan bo'lgan to'shaklarga yo'lanadi. Ikki jannatning mevasi turgan, o'ltirgan
yotgan odamni uzalaydigan darajada yaqindir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, o jannatlarda erlardan boshqalarga qaramaydigan, erlardan burun ular bilan hech inson va jin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, go'yo ular suzuglikda yoqutdir, oqlikda marvoyitdir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, yaxshi ish qiluvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, o ikki jannatdan tuvanroq ikki jannat bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, o ikki jannat yop-yeshildir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, o ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, o ikki jannatda mevalar, xurmolar va anarlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, o jannatlarda chiroyli xotinlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar, ular jannatning chidirlarida mastura hurlardir.